Assalomu alaykum. Bugun sizlarga qisqacha umurtqa pog'onasi siniqlarini, ya'ni kompression sinishlarini qanday davolash kerakligi bo'yicha tavsiyalarimni aytib o'taman. Ya'ni umurtqa pog'onasi sinishlari, ya'ni asoratsiz sinishlarda, birinchi, ikkinchi darajali sinishlarda ularni konsert yordamida, ya'ni Pardayev O'rinboyev apparati yordamida davolash imkoniyati mavjud. Bu qanday davolanadi? Bunda bemorlar balandlik yiqilganda, travma olgandan keyin kontrol rentgen va MZKT tekshiruvlar o'tkaziladi. Qarasangiz, MZKT tekshiruvida 5-chi, 4-chi, 3-chi, 2-chi bel umurtqasi kompression singan, mana qarab tursangiz singan. Mana bu butun, bu singan umurtqa. Ya'ni pachoq bo'lib qolgan. Bemorga keyingi etap mana apparat qo'yilgan. Bu olddan ko'rinishi, bu yon tomondan ko'rinishi. Mana shunday reklinatsiya holatda turadi. Apparat doim shu apparatda yuradi. Mana ko'rib turganingizdek, umurtqa pog'onasiga apparat qo'yilgan, ya'ni Pardayev O'rinboyev apparat qo'yilgandan keyin mana shunday reklinatsiya holati beriladi. Reklinatsiya holatida umurtqa balandligi maksimalni tiklangan, kifoz yo'q. Mana shu apparat reklinatsiya holatda siniqni itarib turadi va siniqqa nagruzka tushishini oldini oladi. 3-kolonnaga tushadi, ya'ni orqadagi strukturaga tushgandan keyin oldiga nagruzka tushmaydi. O'shani hisobiga bemorlar yurishi mumkin, og'riqsiz yuradi. Mana shu bemor misolida hozir bemorni o'zini suhbatlashamiz. Qanday mana 15 kun bo'ldi, og'riqlar qanday o'zgardi? Bemorda yurishida qanday, holati qanday? Hozir batafsil bemor bilan suhbatda o'zingiz guvoh bo'lasizlar. Hozir gaplashib bemor bilan bemordagi mana shu apparatda qanday qulayliklar borligini. Bemorimiz 15 kun oldin zadroldan yiqilib tushib ketgan edi. Travma olgan, ya'ni umurtqa pog'onasi singan edi. 5 kundan keyin ko'rib, reklinatsiya holatda. Hozir og'riqlar ancha pasaygan, belda. Necha mahal yuryapsiz? Uyda yurib turibsiz-a, bemalol? Yurganda og'riqlar yo'qmi? Yo'q. Bu bilan yo'q. Yechib yursangiz og'riq bo'ladimi? Kamroq. Belda bo'ladi, kuchayadi. Mana bu yerda kameralari bor. Yaxshi. Mana shu bemorimiz misolida ham mana ko'rsatib o'tdim. 15 kun oldin apparat qo'yilgandi. Mana og'riqlar yo'q. Bemor harakatlanyapti, bemor yuribdi uyda. Lekin mana shu ortopedik rejimlarga qat'iy rioya qilishni buyurganmiz. Shu rejimda yuradi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Shu videoni oxirigacha kuzatib, like va kommentariy bosishni esdan chiqmasin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.